Bayılıp o. Sen usuyla, sen nakşide. Sirkire ya. Bana dostunu çıkılı gitti. Hikmet, Cenandın toydun mu? Ha? Aga, emmimiz bayının yıllıkçılığı okşaş. Siz oylap bırakış kılın ha? Siz muşa kımmetli baylık ne tahtını ötüzüp kessiniz. Siz yaqqancılığı nasıl ya? Annen ne? Emdi benim çıdık ötülüğüm kalmadı. Ben emdi öyge ketimen. Eylik katı başlar gözümde yok olsun. Siz gözümde yok olun. Benim yüzümde tükün var. Anlamadın siz. Hı. Kene, yüzünde kancılık tükü var ki, ben bir sana bakay. Yani kelediğim bozsak iti taşlayla. Yıkın keme. Hiç. Kur'an'ı taşla değil mi? Babası boynunu jırıp etme yine. İşte o sen de beni çizlemekçi mi? Demiş ol. Ne bu? Oy. Demiş ol. Bunu. Yuttu. Ne çıktı bu? Allah. Ne oldu? Yuttu. Bunu birisi... Kim attı? Ana o. Kim o? Ayına. Anan ne? Nüt kavazı. Emmminla köydün la. Toptun ayrılganı börüyeydi. Kim küşünde kıldırgamızı ağa koydun onu mu şu? Bir yerde uzak duruşu bulmaydı. Derhal giteydi. Başlık. Bu mıtık avazı kayaktan anlandı. Garip tarafı netilganda kılıyordu. Ha? Başında kakası yoldu mu? O uçuba mıydı? Bayık avazı, 79 sıtkın üstün avazı. Ha? Siz bandit mi demekçi mi? Mukulması da kullanmaydı. Bırak,
Hazırdan başlap bekerek ihtiyat kılayla. İhtimal biz düşmanlarga kılıçıp kağa okşaymiz. Yürü. Biz gariptirip mağayla. Bu dört oğunu bilen öz hocayınıga iştek sadıktı da. Bo'ldi. Devam egin. Tağının o'tirib o'tganda pulli bo'lsa, Sodiq Chakar degan tepiludi. Yo'lvosni ap qilib nima qilasiz? Uni rosa chet elga ketamsiz. O'zim uqmayman. Ehtimol hozir vaqt emasdi. Qirib qoldim. Abdikin. Odam o'lsa, rostli do'zax kiramdandu. Mushlarni o'ylsamla, tallarim shurkim ketdi. Xuddi bir qarqol gelini sıqqandek tuyuldu. Qo'rqib ketyapman. Mustafa. Sencan, yolvaz gelsen o. Önce etrafını küstüm. Makul. Men sizlarni tehkilenmesmikin dep o'ylabdim. Hemminglar keldingmi? Sen qanday qilib chiqding? Uyga turaverishga taqtim qolmadi. Ular chilam qavirsin buladi. Meni o'ldirib o'tamikin deb ensirayman. Sen ularning hiliq narsini nega ip ketadiganligini bilamsan? Yo'q. Ular qo'lasizliklarga aytmaydi. Biroq tunigin Naman bilan Oblikim ikki kishini to'g'rilan yo'lga soldi. Ular chigirdiki qarliqchilik taraf qarab ketishdi. To'g'ri. Qarliqchilik. Men Oblikim bilan Namanning gapidan ko'p qitim qarliqchilikni tilga olganligini anglagandim. Biroq u yerning zodi qayer ekanligini esimga ololmadim. Qarliq. Qarliq. To'g'ri, qarliqchilik. Qadimgi zamonda Suudiyalanmagan tarchilik. Bu yer bexatarlik. Yelagar Naman. U yerda nurg'un kishilar o'lgan. U yerdan odam ma'muriga uzun yillar bo'ldi. Senin kaçıp ketkenini ular bilemdi. Yo'q. Buni so'rab nima qilasiz? Yolvaz. Sen derhal kaçıp ket. Nima? Nima deyapsiz? To'g'ri, sen Namanga ket. Qaytib ketamanmi? Ömür boyu turmada yetishga rozimanki, u bo'rlarning orasiga hargiz bormayman. Siz bilamsiz, ular pazlarni o'ldirib etdi. Yo'q. Sadi bormayman. Ah, Xudo. Men endi qanday qilay?
Ko'nglingni tushunaman. Biroq o'ylab baqdingmi? Agar Namansining qochib ketganini bilsa, u yana qorliqchiligi bilan mang'amdi. Sana rostini aytay. Bu yerda ikkimizla bor. Ularning hammasini tutib, madaniy yodgorlikni tatib olamiz desak, cho'ng qo'shin xabar qilishimiz kerak. Buningga vaqt kerak. Biroq men Yo'q, yo'lbas. Naman unchalar o'tamas. U seni hozir o'ldirib etmaydi. nimishqa? Ular ürkügen kuzg'unlardek yiroq ketishni g'amini yeydi. Namanmu mollarini chigirdan sog'-salomat o'tkazilishini orzu qiladi. Agar u seni hech nimadan hech nima yo'q o'ttirib etsa, o'zlarining qo'l ostidagi chumoqchilarini andishiga tushirib qo'yadi. Ular o'zlarining jinni saqlab qolish uchun mol dunyoni bo'laydi. Natijada banditlar orasida zo'r qirg'inchilik yuz beradi. Bo'rilar o'zaro tutishib qolsa, ularni ajratmoq tez. Mubada mushunda ahvol yuz berib qolsa, Namanni amal qilolmaydi. Plan amalga oshmaydi. Sherim shuni yo'qqa chiqadi. Buni Naman obdan biladi. Sening qochib chiqqaning qaraganda, ularning seni o'ldirish niyati texi yo'q. Biroq bu bir uchun talvalarning qo'lidan har qanday yomon ish keladi. Darvaqa, qanday ish yuz berdiganligini hech kim mo'ljallayolmaydi. Namanning qilmishlari aql o'shi joyida odamning qiladigan ish emas. Biz qonliq badal berdik. Ehtimol yana texmi cho'ng badal berishimiz mumkin. Biroq bu texmi qimmatli narsani qo'l keltirish uchun sen bo'lsang bir jungo'liq. Hozir kurashning intoyin alqiliq payti. Yo'lni o'zing tanlag'in. Hasanjon, men banka pulumudim. Rastlı pulumudim. Axlatni supurib o'tganda ondan ya pokiz bo'ladi. Yo'lbas, bizga cho'qim ishongin. Men agar navadi men o bichar Apangni avvalni ayt yaxshi. U Hasanjonlar uyi turib o'tdi. G'am qilma. Alloh Xudoyim, o'zing saqlag'aysan. Yolvas! Hey, Yolvas! Hey, bu muşlaqlı gitem de. O'qishdimi? Agar u soqchiga berib bizni oshkorlab qo'ysa, qanday qilamiz? Undan ko'ra, bo'ldi. Nas keraklarni bilishib deb hammamiz tezroq ketaylik. Nima? Chashqan jiroqni ko'rolmaydi. Yeydig'ini tayliq. Men sening undaq emasligingga ishlayman, ha? Hey, aqinglar! Çatak bo'ldi. Yo'lbas qochibdi. Nima? Bo'ldi. Vaqashma. Ha, nim bo'ldi? Yo'lbas qochibdi. Shu, boshliq, bu mundaq gap. U oqshom mening yenimda uxlayotdi.
Etigen kopsam yokturdu. O çokum kaçkan değil mi? Ha, şundan kıçtı. Bu ne getirdi bu? Bu ne getirdi? Qalayam söylesme. O ne? Ben bir iş burgan. Başlık. Onun ne ketkenligini bizge dep koysunuz bulmamdı. Hemmimiz ensirdik. Yolmaz geldi. Sizlerge ne oldu? Bana neymiş munda tikilip qarayısızlar. Men tanımıdыңlar mı? Ensem ketdi o Yolmazga. Yolmaz aka, siz ne kettiniz? Bizni tolumu ensirettiniz. Şu an Bangjet, biz ayrıldıgan boldu. Siz muş östangni boylap, 20 kun atrofida minib, ondan bir kichik eriqni boylab shimol qarab mangsangiz, ma'liga borasiz. Hozir vaqt jiddiy. Darhol berib, idorachilar xabar qiling.
qarliqçiligining atrofini cho'qim egalsin. Ularning u yerga yetib berish uchun 3 kun ketishi mumkin. Vonjin, sizning vazifani to'liq o'rlashingizga ishonaman. Vonjin, buni elib oling. Undaqda siz nima yeysiz? Elim, to'la gap qilma. Buni elib oling. Ben ov qila olayman. Undaqda bu tapancha bilan o'q sizga qolsin. Ma'qul. Buni elib oling. Bu arslanning asqitib qolar. Xotirjam bo'ling. Vazifani jazman o'rinlayman. Qarliqchiligida ko'rishaylik. Ma'qul. Başla. Toshqan kavubbi. Bak yaxshi keldim. Xo'sh. Köpçülük kadeh götüreyle. Hoşa. Ha, Selim hoşa. Efendi. Ha, hoş. Pek mi güzelkensiz? Köpçülük. Perişanlık günlerine ötüp gidip, yetip geliş aldı tuğan kalbimiz için, düşümüzde cin alvaslarını düşüp kalmasımız için, bizden köngüllük hemkarlaşkanlığımız için. Hoşa! Hakan'ı götürelim. Ha, kene, kene var. Hani Selim Efendi. Ha, Johnny efendim. Edepsizlik olsun mu ben sizden sonra bakayım. Merhamet Selim Efendi. Ha, rahmet. Kadimi medeni yadıkarlık digendin. Mening mağaz tula. Xavrim bak. Sizlarning bu narsalarni ikkisi yuqori bahoda setib olishinglar pul uchunla emasdi. Selim Efendi. Siz siyasiga ancha qiziqmayman degandingiz go. Shundoq. Men ovqat qilishni bilaman, siyosiy bilan korim yo'q. Biroq siz ko'kirib ketgan shu narsalarning siyosiy bilan nima aloqasi borligini zodi bilamidim. Kechirim. Uçqini aytay, shu narsalarni o'zimning deyalamsiz. Siz bek qurkensiz. Sizga qoyil bo'ldim. Bu faqat siyosiy jihatdagi tashviqot uchun. Siyosiy jihatdagi tashviqot? Kechirim. Tushunamadim. Masalan, olaylik.
Hamma kishi sizning o'ylangizga oltin qachongan qutining ko'milganligini biladi. Albatta o quti sizning. Men o qutini sizning o'ylangizdan bizning o'ylaga olib ko'mib qo'yib, ondan keyin qo'lim qo'shnilarning oldida o qutini o'z o'ylamdan ko'lab olsam, albatta o quti mening bo'ladi-da. Yana kelib bu ishni ko'rganlar buningga ishonadi. Shundoq emasmi? Siz madaniyatkorliklarni dalil isbot qilmoqchimi? To'g'ri. Mushu oltin qutiga munosabatlik narsalarning hammasi albatta menga ta'alluq bo'ladi. Sizning har qanday narsani o'zimning qilib olsam deydi ekansizda. Yo'ldoshlar, bugun biz aloqador tarmoqlarning rahbarlarini bir cho'ng harakat to'g'risida qaror chiqarish chaqirdik. Hozirgi ahvoldan qaraganda madaniy yodgorlik atkazchiligi bilan shug'ullanayotgan bir guruh bo'lib, ishonchlik ma'lumot qaraganda bu guruhni ma'lum chet el hukumatı boshqa turib tashkillagan va kontrol qilib turgan. Biz uni Naman aksiyatchilar guruhi deymiz. Yaqinda biz maxfiy taqtilgan bir qism aksiyatchil tashviqot varaqasini qo'lga tushirdik. Buningda tarix burmalangan, yolg'on faktlar o'ydirib chiqilgan, ko'zni bo'yaydigan, kishini qaymoqtirgan mazmunlar bo'lib, millatlar ittifoqligini buzish, vatanning birligini parchalash maqsad qilingan. Bu aksiyatchil guruhning maqsadi elimizning qadimiy zamondagi G'arbiy diyor Suli davlati padshosining qabrisiga ichib, uningdagi intayin qimmatli madaniy yodgorlik va tarixiy materiallarni Qur'on kuchi bilan chet elga chiqib ketish. Bu orqali bu qadimiy qabrdagi madaniy yodgorlik va tarixiy materiallarni chet eldan tepildiradigan saqt ko'rinish paydo qilib, ondan xalqning jakolab dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yashdan iborat. Mundaq bo'lganda masalaliqi aksiyatchil tashviqot varaqasidan bog'landi. Düşman bekiligan. Ular to'limi bek boshqa turgan. Düşmanning suiqasini barbod qilish uchun jamoat xavfsizlik o'rinlari, qurolli saqchilar, chegara mudofaa qismlari, xalq askarlari birlikda harakat qilib, bu cho'ng diloni fosh qilmoqchimiz. Har qaysi tarmoqlar boy etilgan birlashma harakat loyihasiga asosan ondan tayyorlik ko'rib, muntizim jangovarlik bilan kurashga otlanishga buyruq kutinglar.
001. Ben 001. Her qaysi kısımla dikkat. Buyruk. Derhal qarliq jilga qarab atlaninglar. Hasanjon, yaxshi yo'ldosh, yaxshi sabdosh. Bardoshlik bera olasanmi? Men sendan to'la manzirayman. Ben 001. Ben 001. Kısımla dikkat. Medeni yadikarlıkla ziyan uçturmuşsun. Alayda ahval görülmese ok çıkamağla. Biz olanı paylaştır şeyli. Buyruk dikkat kılыңlar. Hujumga tushda yaqinlar. Hiç bela.
To'xtanglar! Chatoq qildi. Tog'ning ustida odam qildi. Men ish to'xtanglar. Ha, şurada oldu. Kaçınlar! Kaçınlar! Kaçın! Kaçmalar! Kaçmalar demek! Kaçmalar! 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 Qaysi atma! Hey, nima ish bo'ldi? Banditlar ürkügen kentleri görüp, konuşamadık gelişten korkup keyni kıyıcı atıldı. Qismlar hujum qilsin, amallar tirik tutinglar. Hasancan! Hasancan! Korkma! O yalnız gel! Kuş tutunla! Kıvırışma! Taysam alsak itmesin de! Bir şınglat daha taş koydun ama! Hasancan! Biz hemimiz Uygur kıyımdaşlar! Öz kıyımdaşlar ok çıkarmışsa! Ağzını şu! Seni Uygur tigil bağımdı! Uygur kıyımdaşlar! Hangi kıyımdaşlar! Ermeniya kıyımdaş verir! Onun bu halda olmanla! Kaybuk gitmanla! Fakat kurak kaçırsanla! Kemçilik iyi bulursa! O insan kılıbından çıkan çilböri! Belli münafık! Abdülkim! Hakan Karapa! Sen hiç tutarsan! Hasancan! Senin noçluğunu bilmem. Biz Kur'an'ı hazır tapşıraylı. Eğer bilsin olsa bu yak gel. Emeliyetin arkalayıp bizni kayıl kıl. Kanda Hasancan, ha? Ha, Hasancan, korktun mu? Kardeşler, onun gibi işlemekle. Sizler kural taşıdığın bu salla, ulan adil sizler kırk taşlaydı. Aman! Noycu olsan meydançı! Hani biz bir ilişeydi! Başkalar bu işi münasebetsiz! Mehmet! Ay! Şuraya vurun da! Kur'an'daşa kulağını götürür! Ay! Yılmaz! Ula! Bunu soğusa onu götürür! Yılmaz! Hey! Bu seherlik ilan muhtehem! Yüksek! Seni bundan öldürdük ama sen puğadı çıkmayman! Endi insan dışına Allah geldi! Hey! Bu bana kıkan ziyan geçtiğin için! Hey! Bu apamdan tatkan cephaları için! Hey! Bu ezeliye için! Hey! Bu ölgen karındaşlar için! Hey! 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 Sen yüksek! Hey! 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 Korkmayın! Sen bir su al! Ne oradan de? Bak!
Belge yürünglar, köreş akırlasın. Hey, mağaylı. Çapsan bulun lan! Çapsan bulun değil mi? Onu neymiş kıltırımız? Kutmadım. Bu işi korunun orunlaştırış. Bırak, kıyılık kızcaksa ayak etti de. Görün la. Hey,
tengsizcha. Xonjin, meningcha mashina qiziqlanib Ha. qara. Voy, Xonjijon. Xuntaqa, nemishqa gap qilmay kulaversiz? Siz yazgan ədəbi axbarat tutqun qılğan qaçqını oxub çıxdım. Obdan yazıbdı. Dadınız ilgiri sizni məngitmegənligini etiraf qıldı. Ahvaldan qaraganda siz bununğa haqiqatan varislik qilgan ham o'z alaylığınızı jari qildırgan, shundaqmi? Sizning praktik vaqtingiz to'shib qoldi. Qanday o'ylayapsiz? Mishak taqsim qilinsam, Arslanga o'xshash Hasanjonning yordamchisi bo'lsam deb o'ylayapman. Yaxshi. Sizlar hammalar cho'ng bo'ldinglar. Sizning Hasanjondan ishib ketishingizni umid qilaman. Hey, Hasanjon qani? O yo'lvasini og'il ketdi. Papa! Canım papa! Canım balam. Benim yolumuzum, benim kozum. Canım balam, ahır gideceğim buldum. Burada balam değil bu. Hasanjon, anlatamsiz, javob qaytaring. Men Hasanjon, so'zlayverin. Diqqat qiling. Diqqat qiling. Tushundim. Darhol ijro qilaman. Zevşan deryası peyverd Hilsen iki esirler boyu Ünsüz yaş tüken dertlik anam ne senden amaya esirdik